500-600 dollarga Yevropaga, Shveysariyaga borish hojat yo'q. Eng qizig'i bir sarapan doridan ko'ra shunaqa joyga kelib, maza qilib oilaviy dam olib ketsalaring bo'ladi. Atigina 100 ming so'mga juda ham yangi remontlar, zo'r sharoitlarda qilsalaring bo'ladi. Ko'ryapsizlar, Artezo rosa gullagan payti 1 yoshdan 70-100 yoshgacha bemalol kelsa bo'ladi. Bu degani yosh kattalar olib kelsalardan damlikni hamma tomonlama sog'liqqa foydasi bor. Keyin allergiyasi bolalarga rosa havo toza joylar ekan. Akamiz keyin yana bitta narsa aytdilar. Batlarda oppoq futbolka kiyib yursalaring ham chang bo'lmasa ekan, shaharda yursalaring tezda haligi narsa bir kunda kirib bo'lib ketar ekan. Shundan o'zlaring bilsalaring bo'ladi. Batta rosa gullayotgan payti to'g'risi havo juda ham toza. Batta 1 soat uxlasangiz 10 soat, 5 soat uxlagan quvvatini berar ekan. Chunki kecha men oz uxladim, lekin anchagina energiyaga boy bo'ldim. Biz oilamiz bilan dam olgan kelganmiz. Video davomida sizlarga lokatsiyalar, manzil, hamma yo'lda uyda sharoitlarda ham tanishtirib o'tamiz. Keyin akam aytayaptilar, Archazorga olib chiqaman, Sharsharaga olib chiqaman, qorli joylarga olib chiqaman. Keyin yana dengiz deydimi, katta suv omborlariga bir qator ko'rsatib o'taveramiz deyaptilar. Eng qizig'i Yevropalardan ham kelib, turizmlar batta videolar qilib, damlarda olib ketishar ekan. Kelinglar, kommentariyada yaxshi fikrlar qoldirib, lokatsiyani tashlab bering deb yozib qo'yasizlar. Biz video davomida hozir xonadonga kirib, xonadonda bolalarga xavfsiz, yaxshi, chiroyli joylardan ko'rsating deganlarga biz turgan xonadonni albatta sizlarga ko'rsatamiz. Undan oldin 5 ta 6 ta xonadon kirdik, to'g'risi ma'qul kelmadi. Sizlarga ma'qul kelgan narsani, o'zimga ravo ko'rgan narsani sizlarga ham ravo ko'raman. Bittadan like bosib videoni oxirigacha ko'rasizlar. Bir boshdan endi sizlarga shart-sharoitlar tanishtirib o'taman. Birinchi o'rinda, hop, Ertoshda katta ko'chadan kirib kelganlaringda asfalt bo'ylab 8-9 kilometr kelasizlar. Mana shu xonadon Dilshod aka va Suroy opa xonadonlari desalang ko'pchilik bilar ekan. Albatta o'zida telefon qilib keladigan bo'lsalaring, joylarni band qilib qo'yishadi. Undan tashqari men nomerlarni ham qoldiryapman. Bemalol Ravshanbeydan oldim desalaring, chiroyli qilib berishadi. Bir kishiga 100 ming so'mdan, o 5 kishi bo'ladigan bo'lsalang, demak 500 ming bo'ladi. Xo'p, joylar 1 gektarga yaqin ekan, kattagina joy deyaptilar. Bolalarga xavfsiz joy. Mana kachalaylar, metozini maydonchalar bor, bemalol o'ynashaveradi. Xo'p, ikkita Nima mashinalari bor ekan, tog'larga, archaga, qorga va suv omborlariga olib chiqib kelaverar ekanlar. Xo'p, bu tomonda alohida joy qilib qo'ygan ekanlar. Bu tomonim deyaptilar, faqat erkaklar uchun deyaptilar. Ichkilik umuman bo'lmas ekan, oilaviy shunaqa holatda qo'yilar ekan. Erkaklarga alohida joylar. Xo'p, endi sizlarga shu joyda ko'rsatadigan bo'lsak, konditsionerlari bor ekan, shart-sharoitlar keladiganlarga bemalol bo'ladigan bo'lsa, pechka mumkin bas deganlarga. Xo'p, bundan tashqari mana bolalar maza qilib o'ynayapti qizim. Keyin Wi-Fi'lari bor ekan. Wi-Fi juda ham yaxshi ishlaydi deyaptilar. Shart-sharoitlar bir boshdan tanishtiraman. Mana shuna holatda shu binoga kiradigan bo'lsak, mana ichkariga kirib boraveramiz. Xo'p, bitta mana bu tomonda alohida yana hayvonlar bor. Bitta ham bemalol mana tursalaring bo'ladi. Keyin ichkarida bu tomonda ham joylari bor ekan. Mana shu xonalar kattagina ko'rpalar bilan chiroyli holatda, chiroyli qilib. Eng asosiysi do'stlar, opa-singillar, pokiza joy ekan. Xo'p, bu tomonda ham bitta katta xona bor ekan. Bitta ham xonalarimiz bordilar. Oilaviyga yaxshi ekan. Mana. Bitta ham ichkarida mana kattagina xonamiz deyaptilar. Hamma shart-sharoit qilib berilar ekan. Xo'p, bu tomonda biz turibmiz. Bitta ichkarida bitta katta spanni, keyin ayvoni bemalol manzaralar tomosha qilib o'tirsalaring bo'ladi. Mana hozir tepalarni ko'rsatamiz. Mana bu yerdan bemalol manzarani tomosha qilib tursalaring bo'lar ekan. Ammo juda ham salqin havo bo'lar ekan. Mana hop, undan tashqari mana ichkarida remontlar ko'rsatadigan bo'lsam, hop, juda ham chiroyli holatda. Mana hop, remontlari ham zo'r. Mana konditsioner, hamma shart-sharoitlar bor ekan do'stlar. Aytganimdek, bir kishiga 100 ming so'mdan sizni obunachilaringizga qilib beraman deyaptilar. Kelishdan oldin joylar zakaz qilaverasizlar. Eng asosiysi xos toza ekan. Agar 5-6 kun qoladigan bo'lsalaring, jicha narxidan o'tib beradilar. Wi-Fi'lar bor ekan. Bemalol kelib dam olsalar yaxshi. Yoshlarga ham, yosh kattalarga ham juda ham yaxshi joy ekan. Bu oshxona. Oshxonada ham hamma shart-sharoitlar bor ekan. Xolodilnik, gaz, pishirgan nima kerak bo'ladigan bo'lsa, joylarimiz bor ekan. Bundan tashqari idish tovoqlarda ham juda ham chiroyli holatda qo'yib qo'yishibdi. Xo'p, endi tashqari tomonga chiqamiz. Keyin eng yaxshisi qatiq
sut adashmasam bor, qatiqda ichdek juda ham shirin ekan, to'g'risi maza qilib ichdik. Joylarni ko'ryapsizlar, joylari juda ham katta. Mana tabiat qo'yini tepada joylashgan ekan. Bilasizlar, tepadagi joylar ham joylashuv qimmat bo'ladi, ham qimmatga qo'yiladi, lekin sizlarga chiroyli qilib beriladi. Issiq suvlar bor, mana salkam 1 gektarga yaqin ekan, aytganimdek. Mana bu tomonlarni ko'radigan bo'lsanglar, aytganimdek, nari tomonga erkaklarga alohida joy ajratib qo'yilgan. Mana shart-sharoitlar. Bemalol nariyada bolalar o'ynab yuraveradi, xavfsiz. Ba'da mana qorlar turibdi, do'stlar. Tabiat juda ham chiroyli. Shu shart-sharoitlar. Hop, bundan tashqari hozir nari tomonni ham bitta ko'rsatib beraman. Yozda kelsalar ham adashmasam, basseynlarni ham ishlab bo'lsa kerak. Yozda keluvchilarga basseynlar ham bor ekan mana. Yana ham shart-sharoitni zo'r qilib, shu mehmon keluvchilarga yaxshilab olib kelishlari uchun joylar to'g'irlashyapti ekan. Xo'p, lokatsiyalarda aytganimizdek, Ertoshni asosiy ko'chadan kirganlaringda 8-9 kilometr kirasizlar. Dilshod aka va Surayev xonadonlari desalari. Undan tashqari nomerlar qoldiraman. Havoga gap yo'q, kelishdan oldin issiqroq suv olib kelasizlar, chunki juda ham salqin havo bo'lar ekan. Muzdek havo ekan. Keyin yaxshi bitta tomonlari batta shetda suvdan choy damlab ichdik. Haqiqatda choy boshqacha bo'ldi. Chunki ash qorlardan erib tushgan suvdan choy qaynatib ichadigan bo'lsangiz, mazza ham umuman boshqacha ekan. To'g'risi do'stlar, kechalarning suvlardan olib ketaverasizlar, xudo xolasa. Mana hamma tomonlama shart-sharoitlar. Keyin akamiz aytganlaridek yana bir ikkita narsalar bordilar, o'zimiz tushuntiramiz. Agar yaxshi harakat qilinsa, gaplashib netib, sizlarga otlarni ham gaplashib beradilar. Pulini bersalaring, bitta mazza qilib otlarni minib, oilaviy damlarni olib, shashliklar qilasizlar, mana ko'ralar bor, ichkarida ovqatlar hamma yoqda chiroyli holatda qilib berishar ekan. Nomerlar qoldirdik. Aloqaga chiqaverasizlar. Ravshanbekdan oldim salaring bo'ldi. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like, obuna bo'linglar. Sizlarga doimiy shunaqa zo'r narsalardan ilinib boramiz, chiqarib boramiz, mehnatimizni qadrlaysizlar degan umiddamiz.